Hozir biza oq burunli martishka haqida qisqacha ma'lumot beramiz. Oq burunli martishka Afrikani keng tarqalgan bo'lib, bular 15-20 tagacha oila bo'lib yashashadi. Bular o'sha Afrikani daryo bo'ylarida yoki bo'lmasa tropik o'rmonlarida keng tarqalgan. Bularning ham ozuqasi ratsioniga boshqa tur maymunlarga o'xshab shu hasharotlar, mayda kemiruvchilar yoki bo'lmasa qushlar, polaponlari yoki tuxumi, mevalarni har xil turlaridan, o'simliklar, boshqa narsalar kiradi. Oq burunli martishka deb nomlanishidan sabab bularning burnida oq dog'i bo'lishi. Bular ham o'ziga xos ranglari juda bir chiroyli, dumlarida mana qizg'ish, qo'ng'ir ranglar bilan uyg'unlashgan bo'lib, bular ham o'rmonlarda o'ziga xos himoya vazifasini bajaradi. Oq burunli martishkani dumi ancha uzun bo'ladi. Bularning dumi uzunligining sababi bular shoxdan shoxga sakraganda bularning dumi parashyut vazifasini bajaradi. Bu oq burunli martishka boshqa tur martishkalar orasida ifodali mimikaga ega. Burunga oq bo'lishi ham sababi yuzidagi ifodasini bildiradi. Obuna bo'ling va bizni kuzating.